Просто bilib olyapman, nima bo'ldi? Ha, qo'yamiz. Ipimiz. Ko'rsatga qo'ya olsin. Gapirib, qo'lingizdan topadi. Siz gapirib qo'lingizda turibsiz. Ketdi. Men sizlarga aytgan qo'y yog'i mana. Ko'ryapsizlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ta qo'y yog'ini 40 mana shu sixga o'tkazib berishar ekan. Undan tashqari bu yoqda qiymasi, bu yoqda mol go'shti, bu yoqda qo'y go'shti, bu yoqda tovuq, bu yoqda yana bitta qiymasi. Ikkala qiyma ikki xil bo'lsa kerak, hozir bitta so'ra olamiz. Undan tashqari joyi bu yerda atmosferasi zo'r ekan. Ariqni bo'yida mana bunday tapchani bor, ya'ni so'ri. Eslatib o'taman, Jizzaxda buni karavat deyshar ekan. Men Jizzaxga o'rganda karavat deyshar ekan. Bizda bo'lsa buni so'ri deydi. Andijonliklar bo'lsa, Toshkentliklar bo'lsa buni tapchan deydi. Mana shunday so'rilar soyda emas, ariqchani bo'yida. Natrimat kechki somsalari. Somsasi bor bu yerda, ertalab 8 dan kechqurun 12 gacha. Undan tashqari mana bunday shashillari bor. Ichkaridagi joyini ham ko'rsating, joyini ko'rsatib qo'ying. Mana ichkaridagi joylari ham milliycha uslubda qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Shundoq chap qo'lda qo'lingizni yuvasizda, bu tomondan kirib bemalol somsani ham shashida ham ketishingiz mumkin. Kelinglar, sizlarni kutamiz. Kechqurun 12 gacha ishlaydi. Aytib qo'yaman, kechqurun 12 gacha ishlaydi bemalol. Dastavkalari ham bor.